Voy adaş ejep yo'qolib ketding ama necha kun. Adashım şu qiynapanın taz mijazi yo'q, yataqda qolgan degana. Şu kun ishki vaqt tamoq to'shib, şu olsa aldirash yo'q qoldim. Ko'rishim bo'lamidi qadash. Voy, sen kunda doktorxona qiynapang tamoq to'shatamsan, ishki vaqt xi. Ha, adash doktorxonadan tamoq taz yaxshi emas bo'lgan ekan degana. Jon, oshta qilsang, hadab o'ttalama oshta qildisa, eram gaqmidima vi chopata topsa jumusan. Adasham o'zimiz yasakmi itimiz bir kichik tamoqni jiqraq itvassam shu to'shivasakmi tugaydigan shu ekan adash. Qarg'andash uyi bo'lgan toz ish qildi ekan nasni ya. Nereden da chiqish bor esa adashamda tamoq qarish berib, tamoq yetib bo'lgan ekan qachilarni jo'shtab, qancha-muncha uylar qarish berib qaytib kelmay adash bash pish shu. Sen odat uyanın işine qilsa, bolanın işine qilsa, aman xizmatdan oldirashtirsa, hafta bira ikki qatim mehmon bo'lib, bo'g'ong'im oshtachiq ishlar sakitamda dasini bo'lmabdi. O'zing osra odash, uydim ish qilib, uydim ish qilib qilsan jon to'shandi. Adashamda opammi, balam qiynapang bek yaxshi ayolim, salomatlik yaxshi bo'lgandan keyin, hamda ishlarni qilish ba, odamlarga ish qilgan bergandan keyin men bek ortiq o'ylayman, odash qilish berman. Mening bir do'stim o'xshash kelib qoldi. Ay, mening bir do'stim yo'q, qara, ashunda qiynapsini ishini qilib, uyining ishini qilib, qiynapsi bilan shunda yaqinti, oqidan, eri taloq qarvag'anti, qara. Shuning bilan nima ish qaraydi shu, nima bas ish qilib yurgandan keyin, o'zim tuzashtirmay yurgandan keyin, teshik chiroyli qizlar qaraydi shu. O'shda qarvasa, qara qiynapsini nima demaysan? Ay, balam, siz bu ayol kishidak yurmagandan keyin o'g'lim shu chekkim chiroq qilishni qaraydi deb, kelin taraf to'miga qara. Sen qancha yaxshi bo'lsami, yaxshi vaqtida, yaxshi bo'lgan bilan adash. Birash chiqmoqsi, yani sen xalqning bolasi, o'zing bostirib turdi, kallan ishlat deyman. Sen bek soddalash bunun deguncha, bolani chin tutib o'tiradi, ish qilib yursinchi. Nima bola men bo'lmasam javob ketadi deb o'tda. Kallan ishlat. Deguncha bu bombudek ish qilib yurdi deb o'zim sen qo'shib yetib olmishsin adash. Antifaolaya. Vay. Apa, apa mana hozir qaytma apa. Men aytgancha xamirlarni yo'g'irib, piltlarni qilib, tayyor qilib qo'ygan, saylardan tayyor qo'ygan xotirjam bo'l. Oy papa. Oy, qisqachilar chiqilma, choynim ta'minlamoqchimi? Men o'zim qilma apam xo'sh. Kim oda? Apam telefon qildi-ku, adash qiynapam. Men bir azroq ishimiz bor deb berib keladi sham. Telefon qilishamiz-mi? O'zing asrajmi?